Папочка, привет! Я пришел домой. Sartarosh o'g'lim keldi-ku. Папочка, привет, как дела? Ой, мамулька лазит. Ой, чачинam shu bilan o'ynayman, skalka chiqadi. Voy. Qani? Hamza, tez uyima keling. Hozir uyimda qon to'kiladi. Нет, вот так делай. Hamsiya? O'g'lim sartarosh degandingiz-ku? Sartaroshda mana 3 yildan beri endi ko'raman-da buni. Папочка, я не сартараш, я стилист, понятно? Stilist ekan. Блин, мамочка, это что такое? Men bugun sizni shunday красивая qilaman, adam bugun oqadilar. Mani yuragim ko'tarmaydi buni. Urib o'ldiraman hozir mana. Ay, to'xtang. Hamsiya, urmang bachani. Ana shu urib o'z bachani jiyli qilgansiz. Urmang, yaxshi gap bilan tushuntirsa bo'ladi-ku bachaga. Menga qara, jiyan, sochingga qara, kiyimingga qara. Senga shu yarashib o'tiribdimi? Erkak qilgan, mujik qilgan ish qilsang bo'ladi. Bor sochingni oldir, yugur. Jonim, men даже kech qotganimda ham yugurmayman. Voy, o'zingizdan aylanning, sevishingizni ko'raylik. Hamsiya, sizni bachangizni men ham ursam bo'ladi? Soling. Hamsiya, nerish qilmang, yaxshi bo'lib ketadi olamman. Bo'ladi nasib etsa. Mayli Hamsiya, ya домой. Mayli, paka. Chiroyda u yagona